Germaniyada import qilingan, yuqori bosimda ishlaydigan avtomobil yuvish uskunasi, 18 dona bosim oshirish pompasi bor. Mahsulotda yuqori bosimlik qisish texnikasi qo'llangan bo'lib, suv otish masofasi 5 metrgacha yetadi. Endi mashina yuvish shoxobchalari oldida uzun navbatda turib kutmasangiz ham bo'ladi. Pul sarflab mashina yuvdirishning hojati yo'q. Bu qo'l karchiri bo'lsagina mashinangiz chang bo'lishidan, loy chachrab ketishdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Katta bosimda ishlaydigan avtomobil yuvish uskunasi asl narxi 998 ming so'm. Bu safar aksiya doirasida 100 dona mahsulot chegirma narxida beriladi. Hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, Atiga 299 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. lekin bu hali hammasi emas. Faqat birinchi 50 nafar xaridorga yana 46 ta avtomobil uchun zarur asboblar to'plami ham bepul taqdim etiladi. Unda mashina qismlarini almashtirish, motor yoki salon qismlarini ta'mirlash uchun kerakli asboblar mavjud. Bugungi bitta to'plam sizga yo'lda xotirjamlik, mashinani texnik xizmatdan o'tkazishda esa katta yengillik olib keladi. Yana nega ikkilanyapsiz? Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering. Bir uskunani ko'p funksiyada ishlata olasiz. Mashina kir bo'lib ketsa, uni ishlating. Gilam kir bo'lib ketsa, yuvish uchun uni ishlating. Hovlida gullarni sug'orsangiz ham bo'ladi. Uyning derazalarini tozalay olasiz. Tozalash qiyin bo'lgan kir joylarini tozalashda ishlatsangiz bo'ladi. Hatto dehqonchilik dorisi sepganda ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Faqat suv bo'lsagina, har qanday joyda tokka tiqmasangiz ham mashina yuvsa bo'ladi. Yuqori bosimlik elektr motor orqali sizga xizmat qiladi va unda ishlatish vaqti uzun. Katta bosimda ishlaydigan avtomobil yuvish uskunasi hoziroq qo'ng'iroq qilgan 20 omadli xaridorga yana 2 ta qo'shimcha qurilma, filtr va ko'pik idishi sovg'a qilinadi. To'plamda yana 46 dona avtomobil ta'mirlash asboblari jamlanmasi ham mavjud. Olib yurish qulay. Hoziroq ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering.